Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan o'yinchilarni kuchaytirish haqida gaplashamiz. Bu yangi ochgan akkauntim. Darajasi 11, 53 ta g'alabam bor. Endi sizlar bilan shu akkauntni kuchaytiramiz. Bizda hozirda 35 ta fitness koachlarimiz bor. 4 ta ko'k va 31 ta oq. Qani boshlaymiz. Birinchisi Kukurelyaga berdi. Yaxshi. Kukurelya Bastonining tepasiga yaxshi ketyapmiz. Bastonidan 5 ta yuz chiqarsa bo'ladi. Ko'ramiz bizdan nechta yuz chiqarkan. Liaodan 4 ta yuz chiqarsa bo'ladi tepasidan. Albatta obuna bo'lib qo'ysalaring. Nasib bundan keyin ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Liaoda asosan tepasiga berish kerak, tezligi va satrasini ko'paytirsa, ikki qanotdan hujum qilib turib, o'sha pas bersa, Kukurelya misol uchun chap oyoqda pas beradi va chap oyoqdan bemalol Rafael Liao bo'yda olib qo'ysa, asosan o'shanda g'alabalar soni ko'payaveradi va livda anchagina oson bo'ladi bizlarga. Kukurelya full bo'larmikin degan savol bor. Yo'q, full bo'la olmasa kerak-ku. Yo'q, full qilsak bo'lar ekan. Oho, bonus kuchaytirish. Agar sizlarga ham bonus kuchaytirish bersa, juda zo'r bo'ladi. Oho, mana Kukurelyadan bitta 100. Rafael Liaoga bermayapti. Qandaydir desam, mana berib bo'ldi Rafael Liaoga tezlanishiga. Tezlanishi yaxshi bo'lsa, tezlanishi anchagina foydali. Uzoqdan uzun pas beriladi, kesma o'sha pasni olib qo'yishga ancha yordam beradi. Oho, Kukurelya 90. Oho, yana bitta bonus kuchaytirish bersa edi. Berdi, ammo o'xshamadi. Shu bilan kuchaytirishlarimiz tugadi. Endi bu akkauntga ko'radigan bo'lsalaring, hammasi varata. Albatta varata olib hammasini qo'ysak, mana undaqa tez kuchayadi. Mana Kukurelya tez kuchayadi. Rafael Liaolar, mana Bastoni tez kuchayadi. Va bu akkaunt tez qora bo'lishga olib keladi. Yamal bor. Yamalga bitta kuchaytirish berildi ko'k. Endi nasib olamiz ikkinchi kuchaytirishni ham. Liv o'ynab kuchaytirsangiz bo'ladi. Mandaqa sabitiyalarni yutib, sariq agent ochib ko'k kuchaytirish qilsangiz bo'ladi. Maslahatim asosan 2 ta sariq yoki 3 ta yoki maksimal 4 ta o'yinchi olish kerak. Sariq o'shanda qolgani varata bo'lib turib, 4 tasi zo'r kuchayib ketadi. Keyingi videogacha ko'rishguncha obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.